zubnoy pastalarimiz bor. Qaranglar. Zubnoy pasta degani bilan bu faqat zubnoy pasta emas ekan. От гайморита до геморроя desam ham adashmayman. Chunki mana shu tozoldi gemorroyni ham tuzatganlar. Urologiya, ginekologiyani tuzatganlar. Stomatit, paradan tozlarni tuzatganlar. Gaymaritni teshmasdan bizani mahsulot o'zani tuzatilgan. Hindistonga borganda, Hindistonda 28 yashar ikkita farzandi bor, ikkinchi farzandini tug'ish kerak bo'lganda, chap tarafida onkologiya boshida bo'lib, ona olib ketilyapti. Men bilan ishlaydigan hamkor bo'lgan kela olmadilar. O'shalarning singlari Hindistonga borganda, bizani mahsulotlarimizni ko'rsatganda, Hindistonda vrachli ichi ursin deydi. Nega? Ko'zi tuqqandan keyin ko'zi yumilib qoldi. Hech nimani yemaydi, ichmaydi, anta chaqaloq big'illab turibdi. Yaxshi ham opasi ham tuqqan ekan, u emizib turdi. Nima qilishni bilmadim, Firuzova, nima qiling, nimangiz bor dedi. Kechasi 10 da qilyapti. O'zingda nima bor dedim. Zubnoy pastalarim qolgan dedi. Chiq dedim, quloqiga tiqadigan cho'p bilan dedim, olgin deb burniga tiqin dedim, bo'ldi. Hech nima yo'q, hech nima qilmaydi. Qo'rqma. Tiqdi qo'ydi. Ikkinchi kuniga choy ichkim kelyapti deb opasi, singlisi uyg'ondi. Ikkinchi kuniga bittagina zubnoy pastani shunday tiqib qo'yganiga. Bizning zubnoy pastalarimizda ham Pavlos Spredi 189 xil noyob 40 ta eshitdinglar. 40 ta laminarili suv dengizidan olingan o'simliklar ham bor buning ichida. Buning ichida mangustin bor. Mangustinni 47 ta santonlari bor, lekin bizda 88 ta santon, chunki boshqa narsalarniki ham bor. Ksanton deganda sizlar tushunmasligingiz mumkin, lekin ximioterapiyani hammangiz tushunasizlar. Bitta ximioterapiya barobar 88 ta bizning ksantonimiz. Mana shu narsani ichganda qaysi joyda onkologiya bo'lmasidan qat'iy nazar u rakoviy kletka bilan ishlashni boshlaydi-da, qani betdan yo'qol deydi. Nima qilasan bunda deydi. Qayerdan kelgan bo'lsang, o'sha yerga ketganda bir-biriga rakoviy kletkalarni yedirib turib, hammasini hujayralarini yaxshi qilgandan keyin insonlar sog'lomlashib ketyapti. Million o bananaqada beruniyda onkologiyada so'mini tashab ketgan. Bilasizlar, pediatriyamizda bor, onkologicheskiy, pionerskiyda. Qancha pulini tashab ketyapti-da, uzr, u yog'iga qo'limizdan kelganini qildi. Bolangizni olib ketsangiz bo'ladi deb pulini olib ketgandan keyin bechora ota-onalar mamindor yig'lab chiqqandan keyin nechtasini hozir bu yerga kelmandilar. Ozodaxonim ham qancha insonni, qancha kichkina bolalarni mana shu mahsulotimiz orqali Alloh taolo shifo berdi. Bu mahsulotimiz berdi demayman. Alloh taolo shuni bahona qildi va shu orqali ularni tuzatdi.